Avvalo, Avtomashina channelini qo'llab-quvvatlash uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu yerda siz eng yangi avtomobillar, texnologiyalar va avtomobil yangiliklari haqida batafsil ma'lumot olasiz. Bugungi videoda biz kuch va hashamatning haqiqiy timsoli bo'lgan Ram 1540 haqida gaplashamiz. Ram 1540 zamonaviy pikap segmentida eng kuchli va tajovuzkor modellardan biri hisoblanadi va u o'zining ajoyib dizayni, yuqori unumdorligi hamda ilg'or texnologiyalari bilan mashhur. Ushbu model 2 litrli Supercharger 8 dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, taxminan 702 ot kuchi va 881 aylanish momentini taqdim etadi. Bu esa pikapni nihoyatda tez va kuchli qiladi. Dvigatel 8 pogonali avtomatik transmissiya bilan birga ishlaydi va barcha gildiraklardan tortish tizimi bilan ta'minlangan. Bu esa har qanday yo'l sharoitida maksimal barqarorlikni ta'minlaydi. Ram 1540 tashqi ko'rinishi bilan ham darhol e'tiborni tortadi. Kengaytirilgan qanotlari, agressiv old panjarasi, katta havo kirish teshiklari va baland klirensi bilan u haqiqiy off-road qahramoni sifatida yaratilgan. Mashina maxsus mustahkamlangan osma tizimiga ega bo'lib, yuqori tezlikda ham notekis yo'llarda barqaror harakatlanish imkonini beradi. Tirx modeli Bilstein Black Hawk E2 amortizatorlari bilan jihozlangan bo'lib, ular yo'lning turli sharoitlariga moslashadi va haydovchiga maksimal nazoratni taqdim etadi. Ushbu pikap oqdan 100 km tezlikka taxminan 4,5 soniyada erishadi. Bu esa uni o'z sinfidagi eng tez avtomobillardan biriga aylantiradi. Ichki salon hashamat va qulaylikni o'zida mujassam etgan bo'lib, yuqori sifatli charm qoplamalar, sport uslubidagi o'rindiqlar va zamonaviy multimedia tizimi bilan jihozlangan. Markaziy panelda katta sensorli displey mavjud bo'lib, u Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi hamda navigatsiya, musiqa va avtomobil sozlamalarni boshqarish imkonini beradi. Ram 1540 haydovchiga yordam beruvchi ko'plab xavfsizlik tizimlari bilan ham ta'minlanadi. Ram 1540 mustahkam ramkali shassi asosida qurilgan bo'lib, u og'ir yuklamalarda ham yuqori chidamlilikni namoyish etadi. Old va orqa differensial blokirovkasi tizimi murakkab yo'llarda tortish kuchini yaxshilaydi va haydovchiga qo'shimcha ishonch beradi. Shuningdek, avtomobilning maxsus havo filtrlash tizimi changli va qumli hududlarda dvigatelni himoya qiladi. Tirx modeli keng shinalar va yirik disklar bilan ta'minlangan bo'lib, ular yo'l bilan mustahkam aloqa o'rnatadi. Ichki interyerda haydovchi uchun raqamli asboblar paneli mavjud bo'lib, u tezlik, dvigatel holati va boshqa muhim ko'rsatkichlarni aniq ko'rsatadi. Keng salon yo'lovchilar uchun qulay joy taqdim etadi va sifatli materiallar avtomobilga premium ko'rinish beradi. Orqa o'rindiqlar bukiladigan bo'lib, yuk joyini kengaytirish imkonini yaratadi. Ram 1540 zamonaviy yoritish tizimiga ega bo'lib, LED faralar va kunduzgi chiroqlar qorong'u sharoitda aniq ko'rinishni ta'minlaydi. Ushbu model tashqi ko'rinishi va texnik imkoniyatlari bilan avtomobil ixlosmandlari orasida juda mashhur hisoblanadi. Agar siz kuchli, ishonchli va zamonaviy pikap izlayotgan bo'lsangiz, Ram 1540 ajoyib tanlov bo'lishi mumkin. Avtomashina channelini kuzatishda davom eting va eng so'nggi avtomobil yangiliklaridan boxabar bo'ling. Kanalga obuna bo'lishni hoziroq amalga oshiring va videoni yoqtirishni ham unutmang. Biz sizga foydali kontent tayyorlashda davom etamiz. Shuning uchun Avtomashina channeliga obuna bo'ling, yangiliklarni o'tkazib yubormang va do'stlaringizga ham tavsiya qiling. Obuna bo'lishni yana bir bor eslatamiz. Siz bizni qo'llab-quvvatlang va yangi videolarni kutib oling. Har doim kuzatib boring. Rahmat. Ram 1540 zamonaviy pikap segmentida eng kuchli va tajovuzkor modellardan biri hisoblanadi va u o'zining ajoyib dizayni, yuqori unumdorligi hamda ilg'or texnologiyalari bilan mashhur. Ushbu model 2 litrli Supercharger 8 dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, taxminan 702 ot kuchi va 881 aylanish momenti